joy qo'yilar ekan, qanaqa qo'yilar ekan, bu terini ichi bo'lsa, hammasi o'z joyida turgan bo'lsa, otasi joy bo'lmasa degan narsa bor-da, degan savollar bor. Nechaga kirdingiz? 43 ga. 43 ga. O'rnatishingizdan oldingi jinsiy aloqa qanaqa bo'lgan? O'rnatishdan keyin, o'rnatib bo'lganingizdan keyingi jinsiy aloqa qanaqa bo'ldi? Ne только jinsiy aloqa. Birinchi bo'ladigan anavi o'ziga bo'lgan ishonch bo'lsa birinchi. Masalan, 3 ta uylangiz kelib qoladi birdan. Unda ana xotinlari nima qilmaydi? Bildirmaydi. Yo, endi men aytaman-da, odam o'zini voyiga ruhiy holatda to'g'lanadi birinchi. O'rin bilasiz. O'zim bo'ladi. Jinsiy aloqada teng bor, undan ham yaxshi. Menga qiziq. Xotiningizni jinsiy aloqadagi munosabati ungacha qanaqa edi? Qo'yilgandan keyin qanaqa? Kayfiyat nima? 180 gradus. Keskin o'zgardi. Men bu yerda qo'ydirganimni ham bilmaydi. Bilmaydimi? Yo'q. O'sha kuni ozgina aytib, anaqa qildi, implant degan narsa tishga qo'yilardi deydi. Men aytdim, menda o'sha stress bo'lgan paytda tomirga uni muammo bo'lgan ekan, qon qotgan ekan, o'shani to'g'rilatdim deb aytib qo'yganman. Sezganda lekin so'ragani yo'q. Lekin davolanamiz. O'zimni nega bog'ini surishtirdim? Ha, xuddi shunday. Yaxshi. Xo'p. Endi oilaviy munosabatlar qanaqa o'zgardi? Mana aloqa keskin zo'r o'zgardi deyapsiz. Munosabatlarda Yo'q, endi oldin urush janjal kayfiyatida Keliniz xarakterini sabrli anovida o'zimdan muammolar uchun o'zim hijolat diqqat bo'laveradi. o'zim noqulay bo'lardi. Sezardim oxiriga yetkazolmaslik. Ya'ni o'sha ham aytolmaydik endi baribir salqin asabiy bo'lib shunaqa holat bo'lgan. Lekin undan keyin o'zgardi o'zim. Kayfiyatga bog'liq, gap bilan emas. Xo'p, jinsiy aloqada muammo necha yil yashab keldingiz shu masalada? 2 yil, lekin men tez bo'shanish bo'yicha o'z yoshligimdan bu kasallik. Shu to'g'ri bizga jinsiy tarbiya to'g'ri bo'lmaganligi uchun, tushunmaganligimiz uchun, o'sha payt internet ham yo'q edi. Va tez bo'shanishni o'zim ham aybdor bilaman-da. O'sha Mana shu operatsiyani oldinroq bilgan bo'lganingizda, oldinroq ma'lumot bo'lganida, mana shunaqa darajada jinsiy aloqa qila olishingizni bilganingizda qo'ydirgan bo'larmidingiz, yo'qmi? yo'q bo'lardim. Tavsiya berasizmi? Ha, 100%. Boshqa bu dori-davo boyagi internetdagi bunaqa qilib qo'yamiz, bunaqa qilib qo'yamiz bo'lmagan. Hammasi o'rgatib olish. O'sha doriga o'rgatib qo'yish, o'shanga qul qilish o'zini, boshqa narsa emas. O'sha aytganingizdek ham boyagi ikkita variantimiz bor, bittasi davolash dedingiz-ki, 45% bo'ladi o'zi. O'shani to'g'ri qilgan ekanman, tanlamaydi. Chunki u talabni bajarib bo'lmaydi, chunki ish ko'p istish. Vaqt ajratib bo'lmaydi odam o'ziga. O'zim zalga bora olmaymiz. O'sha rejim qilish qiyin. Qiyin, juda qiyin. Keyin vaqt soatimdan u kuchini yo'qotadi baribir. Yana o'ltoy bilan yana o'sha xil chiqib qolaman. Oxirgi nuqta implantligini baribir sezdingiz. Sezdim. Faqat qo'rqqanim, bilmagan, tushunmaganim shu qanaqa ishlatilar ekan, haqiqatdan shu narsa qanaqa qo'yilar ekan o'sha joyga degan narsa bu fikr. Shu qo'rquvlar bor baribir, operatsiya masalasi keyin o'zi bir rostdan real gaplarni. Endi internetda reklama ham ko'payib ketdi-yu, har xil reklama. Shunday, yo'q, undan ham tashqari men biz tasavvurni ishlayapman, ro'yxatchiman, tasavvurni ishlayapman. Binoni aytsangiz, mana bunaqa qilmisiz, men bizga pishirib olamiz-da. Buni men o'yladim, qaysi joyga qo'yilar ekan, qanaqa qo'yilar ekan, bu terini ichi bo'lsa, hammasi o'z joyida turgan bo'lsa, otasi joy bo'lmasa degan narsa bor-da, degan savollar bor. Yo'q, qilib bo'lar ekan, qilsa bo'lar ekan. Xursandman bo'lish. O'zi bilindi qarang, odamlar tim bo'li bu undan tashqari ham odamlar sevish mashida chiqishim bilan yosharibsiz degan narsani eshitdim. Ko'p eshitdim. Har xil odamlar eshitdim. Chunki kayfiyat boshqacha bo'ladi-da. Shunga bo'lsa kerak. Настроение boshqacha bo'ladi. Motivatsiya o'zgaradi. Biz ham bor edi, nima dori ular aytganu keyin, просто davolandim dedim. Bizlar ham bo'ling davo. O'sha oxirgi nuqta taqab keladi-yu, erkaklar borda. Taqab kelsa, nimaga endi qo'ydirmoqchisiz? Mana 7 yil, 8 yil yashab yuraverdi ekan. Desa, o'zim uchun emas deydi, xotin uchun deydi. Nima siz ba'zisi ajrashgan, ba'zisi tutib olgan. Bilasizmi? Erkak kishi ham tutib olgandan keyin 5 ta 4 ta farzandi bo'lsa ham keyin nima qilinmaydi, qabul qilinmaydi uni. O'sha yashagani ham o'sha nima deydi? Ichidan baribir ko'nmaydi. Aslida endi odamlarning ko'ziga nima bo'laman, boshqa sha'nim o'shab turay, yana shunaqa bo'lgani bilan, lekin ko'na olmaydi u narsaga. Shunaqa ajrim ko'p.
u aytardi-ku, qaynana anaqa qildi, chiqishtirmadi deymiz. Yana bir narsalar, haligi kosvenniy muammolar unaqa emas. Ertadan boshlangan bo'ladi, ha. Jinsiy aloqa birinchi o'rin. Bola ham emas. Farzandchilik muhimi. Birinchi o'rinda jinsiy aloqa. Jinsiy aloqa o'xshamayaptimi? Ayollarni men yomonlamoqchi emasman. Bor shunaqa e'tiqodi juda kuchli bo'lmagan, e'tiqodi past ayollar. Har xil Telegram nima oson hozir. Sablaznga uchib qoladi-da, o'sha xatoni qilib qo'yadi-da, vijdoni qiynalganicha vijdoni qiynaladi, vijdoni qiynalmaganda davomiy yurishni boshlaydi. Mana shunaqa bu bor gap. Bu aniq real turgan bor turgan. Keyin opravdaniyasi bo'ladi ularda ham. Erim yurgan-ku. Nimaga men nima kamim bor deydi-da. Yoki o'sha vazifani bajaraman. Erkak kishi bilan ayol kishi boshqa ampluayu o'zi aslida. Solishtirib bo'lmaydigan darajadagi amplua, lekin ular boshqa solishtiradi. Erim yurgan, xiyonat qilgan. Yana bir marta xiyonat qilsam hech bo'lmaydi. Degan kabeldagi nimalar ham bor-da. Tushunasizmi? Shuning uchun bu masala bu kulgili, ana internetda ba'zi komment izohlarda ham kulib, prikol qilib yozadi-da. Unaqa narsa emas. Odam boshiga tushganda biladi narsa. Ha, boshimga zo'r tushdi. Buni misol men zo'r his qilaman-da. Har kuni 4-5 ta shunaqa bemor bilan gaplashaversangiz, o'sha zo'r his qilasiz. Odamning ichki kechinmalarini cho'tki tushunasiz-da. Keyin aka, shuni qildiring, sizga shu kerak deb turib, kerak bo'lsa, imkon qadar haligingga yoqishtiraman. Qiling mana shu narsani siz. Haligi tekshiruvimiz bor-ku, unda bunday nimamiz yomon bo'lmaydigan bo'lsa, oiladagi munosabatlar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hattoki biz to'g'ri boshqa variantlarni ham taklif qilaveramiz. Implant oxirgi nuqtaga qo'yib. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, implant oxirgi nuqtaga qo'ymaymiz, birinchi nuqtaga qo'yamiz. Yopishtiramiz shuni. Aka, siz shuni qildiring. Shu bilan sizning hayotingiz o'zgarishi mumkin, shu burilish nuqtasi bo'lishi mumkin deb turib haligi imkon qadar ishontirishga harakat qilaman. Keyin qo'ydiradi odam. Demak, mana do'stlar, ko'rdinglaring, real kasalimiz, bemor operatsiya qildirgan. 2 oy oldin operatsiya bo'lgan bizda. Hozir mana to'liq jinsiy faoliyatini tiklagan. Bizdan xursand. 100% qayta agar shunaqa holat bo'lganda men qo'ydirgan bo'lardim degan fikrlarni bildiryapti. Bu narsa hamma erkaklar uchun emas. Shu muammo yoshga xos paydo bo'lgan bo'lsa, qaysidir kasalliklar, qandli diabet, neyrogen kasalliklari, yurak qon tomir tizimi kasalliklarida evaziga shunaqa muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, qo'yish kerak. Yoki kuchli, hattoki psixologik, psixogen elektrik disfunksiyalarda ham bu narsa qo'yiladi. Albatta, o'sha psixoterapiyalarimiz yaxshi yordam bermasa mutaxassislarni, albatta implant operatsiyasi oxirgi nuqta sifatida bajariladi va erkak kishini to'liq yana o'zini hayotiga qaytaradi. Bu xuddi haligi ko'rmayotgan odamni operatsiya qilib, keyin ko'r odamni ko'radigan qilib qo'ygandek natija haligi xursandchilik beradi odamga. Yurolmayotgan, shol bo'lib qolgan odamni yurgizdirib yuborish, qaysidir harakatlar, operatsiyalar yoki bilmayman, reabilitatsiya davrlarini yurgizib yuborgandan keyin qanaqa xursandchilik bo'ladi? Erkak kishiga shunaqa darajada yoki undan da yuqori bo'lgan xursandchilik beradi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.